Agar ertalab nonushta qilmasangiz, sizni mana bu 6 ta muammo kutyapti. Birinchisi energiya yetishmovchiligi. Sababi biz kechqurun uxlaganimizda organizm och bo'ladi. Ertalab biz nonushta paytida ovqat bermasak, tana quvvatsizlanishni boshlaydi. Natijada holsizlik, tez charchash holatlari, konsentratsiyani tushish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchi sabab miyani faoliyati pasayishi mumkin. Chunki miyamiz glyukoza bilan oziqlanadi. Glyukoza yetishmovchiligi natijasida xotirani pasayishi, fikrlashingizni, o'qishingizni tezligi pasayishini kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchidan, kayfiyatingizga ta'sir qilishi mumkin. Sababi biz och paytimizda tana jahldor, agressiv, stresslarga o'ch holatda bo'lib qoladi. To'rtinchidan, tana vaznini nazoratini yo'qotishingiz mumkin. Sababi kunduzi och bo'lgandan keyin organizm ko'proq shirinlikka hamda yog'li qovurilgan narsalarga ehtiyoj juda oshib ketadi va porsiyani nazoratini yo'qotishingiz mumkin. Natijada tana vazni ortib ketishi mumkin. Beshinchidan, metabolizmga ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni tanangizdagi moddalar almashinuvi sekinlashishi natijasida organizm energiya tejashga o'tib qoladi. Va oltinchidan, qonda shakarning miqdori keskin oshib tushishi natijasida o'zingizni yomon his qilishingiz mumkin. Bu ma'lumotni nonushta qilmaydigan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.